Sezyapsizmi, gapirmaydigan bolalar ko'payib ketyapti. Hozirgi zamonda bolalarning 76% shunaqa kech gapiradigan bo'lib qoldi. Statistikaga qarasak, telefonda multfilm ko'radigan bolalar nutqi kechikishi 7 baravar ko'p uchrar ekan. Nima uchun desangiz, bolaning nervi hali rivojlanmagan bo'ladi. Multikdagi tez harakatlar bolani miyasiga chaqnab urilgandek bo'ladi. Miyaning quvvati yetmaydi, ortiqcha zo'riqadi va buning natijasida asab sistemasi charchab qoladi. Endi buning oqibatlarini ko'ring. Nutqi kechikadi, harakati sustlashadi, asabiylashadi, uxlashi buziladi. Agarda siz bolangizni asramoqchi bo'lsangiz, multikka ishonib qolmang. Bola bilan o'zingiz gaplashing. Multfilm lab harakatini ko'rsatmaydi, tirik gaplashuvni bermaydi. 3 yoshgacha telefon, televizor degan narsalarni butunlay cheklang. Bo'lmasa kech bo'ladi. Gadjetlarsiz muhit qayerda? Hamma joyda telefon bor-ku deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Nebulaga keling. Gadjetlarsiz haqiqiy hayotni ko'rasiz. Hattoki bog'cha assistentlari ham kun davomida telefondan ishlatishmaydi. Ishonmasangiz, bizga obuna bo'ling va buni o'zingiz kuzatib boring. Bu videoni bolasiga telefon berib, og'zini yopadigan onajonlarimizga sekin yuborib qo'ying.